Men gapira olmayman deydi. Mingga kirsinlar, bunaqa yoshni ko'mini ko'rsinlar. Bizni baxtimizga sog' bo'lsinlar. Har yil mana shunaqa to'ylar qilaversinlar. Istiqomat qilaversinlar. Bizga kirsinlar. To'yimiz vaqtimizga sog' Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Bugun ayajonimning tug'ilgan kunlari. Doimo baxtimizga sog' salomat yursinlar. Hammamiz tabriklaymiz. Og'aylar hammamiz nomimizdan tabriklaymiz. 100 yoshdan o'tib yursinlar. Har doim shunday nishonlab yuraylik. Doris bir ko'l. Rahmat, tashakkur. Mana yuqorida ajoyib, chiroyli, samimiy niyatlar bo'ldi. Onajon yana bir bora Faxriddin akamiz nomidan mana shunday ajoyib syurprizlarni yana bir bora qabul aylaysiz. Aziz farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli she'r o'qib beraman, onajon. Mana shu Faxriddin akamiz nomidan qabul aylaysiz. Ona diydoringiz naqadar yaxshi. Ona so'zlaringiz biram yoqimli. Mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizga baxtliman, juda ham baxtli. G'am emas, erishib bo'lmas orzular. Meni sevmasalar qilmaydi alam, dilimda cho'ktira olmaydi bular. Axir mehribonim yonimda ona. Men qancha qilsam ham xizmatingizni, qarzimni uzmoqqa yetmas hayotim, adog'i ko'rinmas himmatingizni. Siz mening borlig'im, siz bayotim. Sizni tarbiyangiz bizga bo'lgan jo, sizni duolaringiz madadkori doim. Takror qilayapman sendan iltijo. Onamni panohda asra xudoyim. Tegiltiros qarsaylar bilan olqishlab qo'yamiz onajonimizni. Baxtlaringizga ko'zlar tegmasin deymiz. Xonadonlaringizda mana shunday shodiyona kunlar, shukrona onlar aramasin. Ana endi davramizga barcha aziz mehmonlarimiz onajonimiz bilan birgalikda raqslarga, chiroyli qo'shiqlarga navbat olamiz. So'zlar bo'ladi. Bitta o'y qilaylik.